Kuz fasli deganda ko'z oldimga shu bulochkalar ham keladi. Men hozir sizlarga o'zimni ideal pittada o'xshab chiqadigan yumshoqqina sinnabon retseptimni qoldiraman. Idishga suv, tuz, shakar, fariman dro'jalaridan solamiz. Chunki bu dro'jalar xamirni yana ham yumshoq qilib, tez oshishiga yordam beradi. Azgincha-azginchadan un solib, yumshoqqina xamir qilamiz. Ustiga yog' surib, strech yopib, mikrovolnovkaga 1 soatga oshirish uchun qo'yib qo'yamiz. Baland bo'lib pishib chiqqan xamirlarimizni tekis to'rtburchak qilib yoyib, sariyog' surib, karitsadan sepib, bir xil tekislikda o'rab chiqamiz. Eslatib o'taman, bu bulochkalarni oila a'zolarim uchun tayyorladim. Perchatka kiyib qilish menga noqulay. Xamirimizni o'rab, ip yordamida bir xil qilib kesib chiqamiz. Ipda kesilishining sababi pichoqda ezilib ketadi, ipda bo'lsa tekis bo'lib kesiladi. 200 gradusda 25-30 minutda pishiriladi. Yana o'zingizlarning pechligiga qaraysizlar, vaqti graduslar askin o'zgarishi mumkin. Kremi uchun qaymoq va elit firmasini shunaqa sukushonniy molekularini tavsiya qilaman. Uyda ko'p narsa pishiradigan kelinlar uchun bu juda ham byudjetniy variant. Sukushonniydan tashqari buni varyonnisi ham bor. Biznes qilayotganlarga ham juda ham zo'r o'xshab chiqadigan varyonni va sukushonniy molekula bo'ladi. Ikkala mahsulotimizni ham mikser qilib, pishgan sinabonlarning ustiga ayamasdan solamiz. Chunki shu kremlari bilan sinabonlar yana ham mazali bo'ladi.